Navbatda Gentra, xullas DTP bo'lgan avariyali holat kuzovxonadan kelyapti. Chap tomon balonni endi buniki tepasi tashqariga chiqib ketgan, +3 razmerda. Syomligimizda buni ham chiroyli qilib nolga chiqarib to'g'rilab beramiz. O'zi asli kulak qo'yishimiz kerak, bitta amortizator qo'yishimiz kerak. Lekin chiqimi ko'payib ketadi, yaqin 500 ming, 600 ming o'tib ketib qoladi kamida. Shuning uchun biz o'zini chiroyli qilib nolga tegizdiramiz. Xo'p, apparatimizni qo'yib oldik. Razval apparatda necha qiyshig'likni ko'rib, +3 edi, mana +3 ga olib kelganmiz. Hozir xudo xolasa mana shu nolga olib kelib beramiz shuni. Bosor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, rosa nolga olib keldik. Endi shu holatda endi xudo xolasa razvali nolga chiqadi, sxajinlarni ham chiroyli qilib to'g'rilab beramiz. Mabodo ana shunaqa muammolar bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga kelishlaringiz mumkin. Rishton tumanimizda ustaxonamiz.